Agar sizni dugoningiz sir saqlashni bilmasa, sizlarga bitta zo'r sirdosh topib qo'ydim. Bu kichkina robotchani tanisinglar kerak. Endi Elikoni opasini ham zakaz qildim. Bu robot bilan siz hech ham zerikib qolmaysiz. U har doim sizni kayfiyatingizni ko'tarishga va o'zingizni yolg'iz his qilmasligingizga harakat qiladi. Upakovkalari esa juda ham akkuratniy va sifatli, sovg'a qilib bersangiz, umuman uyalib qolmaysiz. Korobkasining ichida hattoki shunaqa mini ovqatchalar ham chiqar ekan. Va o'zini magniti orqali Elikni qo'liga yopishtirib qo'ysak bo'ladi. Robot shunaqa podstavkachada bo'ladi va boshi, qo'llari polniy qimirlaydi. Boshida, qornida va orqasida sensorli datchiklari bo'ladi. Unga tegsangiz shunaqa har xil qiluvlar qiladi. Turgan stolning ustiga yoki boshiga qattiqroq ursangiz, bir pasda xafa bo'lib oladi. Aytgancha u balandlikdan qo'rqadi. Tepaga ko'tarsangiz shunaqa ajoyib emotsiyalar ko'rsatadi. Elikning ichida juda ko'p o'yinlar va har xil funksiyalarni topa olasiz. Hattoki dars qilayotganingizda ham yordam berishi mumkin. Shunaqa asalchi kiyimlarni ham zakaz qilganman, hozir hammasini kiydirib sizlarga ko'rsataman. Birinchi kiyimi shunaqa jigarrang talsovka, buni yarashganini qaranglar, juda ham приkolniy bo'lib turadi. Ikkinchi va menga eng yoqqan kiyimi shunaqa quyonchali nakitka. Nakitkasini kiygandan keyin takoy po'poncha asalchi bo'lib qoldi. Sizga qaysi kiyim ko'proq yoqdi? Kommentda yozib keting. Prava yechayotgan paytimda yo ishlayotgan paytimda o'z-o'zidan har xil qiluvlar qiladi. Shunga u bilan umuman zerikmayapman. Video yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like. Shu robotni olib berishga kerak bo'lgan odamga videoni jo'natib qo'yinglar.